Assalomu alaykum. Men Guliston tumani Baxmal mahallasida turaman. Ismim Sohiba. Men qizim Muhammadjonova Odina Bonu mahalladan 32 million kredit olgan. Hozirgi kunda biz qizim ikkalamiz chevarchilik qilyapmiz. Oilaviy byudjetimizga daromad keltiryapmiz. Mana biz qizim bilan birgalikda ishlar olib bormoqdamiz. Chevarchiligimizda mana kreditimizga 2 mashinka olganmiz. Hozirgi kunda nalichkalar tikyapmiz mana. Hamda qishki kiyimlar tikishni boshlaganmiz. Endi daromadga kirdik. Buning uchun prezidentimizga rahmat deyman. Mahalla xodimlari, mahalla yettiligiga ham rahmat. Biz ishsiz edik. Hozirgi kunda ish bilan bandmiz. Qizim ikkalamiz ish olib bormoqdamiz.